ajdodimiz kalom ilmi mutafakkiri Imom Moturudiy haqidagi zamonaviy romanni mutolaa qildingizmi? Taniqli yozuvchi Luqmon Bo'rixonning Imom Moturudiy nomli tarixiy biografik romani 2022-yil Adabiyot nashriyotida chop etilgan. O'zbekiston qahramoni Ibrohim G'afurov so'z boshchisida Luqmon Bo'rixon tarix sahifalaridagi buyuk allomaga doir ma'lumotlarni misqollab yig'ib, o'rganib, tahlil va talqin qilib, buyuk ilohiyotshunos olimning badiiy qiyofasini hayotiy, insoniy tarzda yoritishga muvaffaq bo'ldi deya asarga yuksak baho beradi. Imom Moturudiy romanini mutolaa qilish jarayonida go'yo uzoq o'tmishga, 10-asr boshlaridagi ko'hna Samarqandga sayohat qilganday bo'lasiz. Asarda aqidashunos ajdodimizning turli adashgan oqim va toifalarga qarshi bahs-munozaralardagi ustunligi, davr ruhi va ilm ahli olamidagi voqea hodisalar tarixiy ma'lumotlarga asoslangan holda badiiy ifodalangan. Ushbu salmoqli roman kitobxonda buyuk aqidashunos Imom Muhammad ibn Mahmud Abu Mansur Moturudiy haqida keng tasavvur uyg'otadi. Uni nafaqat ulug' olim sifatida tanishtiradi, balki insoniy fazilatlari, his-tuyg'ulariga ham oshno etadi. Zotan adabiyotning eng asosiy vazifasi ham shudir.